Hozir buni necha tonnani ko'taradi deysiz? 3 tonna. 3 tonna. Buni taxtani 40 millionga yopilsam, o taxtalardan tom. Bunda 20 million. 20 million aka. Sababi konteynerli, garantiyali, hamma yo'g'i o'zlaring ishlang. Hozir buni necha puldan dedingiz kvadratini? Buni 180 mingdan 250 minggacha joyiga qarab qilib beramiz. Joyiga qarab. Hozir shunda ma'nu temiri, xizmati hamma yo'g'i ichidan bo'ladi. Shipirichi. Shipir olib bersa, qoqib beramiz. Uni ham ichiga qoqib beraverasizlar. Prosta shipir o'zimizdan. Sizga shipir olib bersa bo'ldi deganda, ma'nu narsalar o'yish qilib kelasiz. O'zimizdan. Xo'p, buni ko'proq ob'yomga dediz, to'yxona, molxonaga kattaroq ob'yom bo'lsa arzon tushadi. Arzon tushadi, ancha arzon tushadi. Misol 100 millionlik narsani 50 millionga qilib berasiz. Tom yopilishini. O'shanaqa bo'ladi-da, to'g'rimi? O'shunchalik arzon bo'ladi-da, sezilarli darajada. Bu hozir misol 100 kvadrat, 200 kvadratga zakaz berilsa qanchada yopib berasiz? Qanchada? Ha, misol muddati bo'ladi-da. 10 kungacha aka. Uzoq 10 kunda 15 kungacha. 10-15 kun ichida 200-250 kvadratni ham yopib beraverasiz. Bu hozir qat'i Farg'onada obyektimiz bu. Qat-qatgacha ishlashlaring. O'zbekiston bo'ylab. Ha, O'zbekiston bo'ylab zakaz tushsa boraverasizlar. Ko'rib turibsizlar, konteynerdan bunga garantiya berasizmi? Garantiya beramiz aka. Ishga garantiya beriladi. O'zi ferma qilib to'qilgan ekan, haqiqatda bu o'zi ko'rinishdan ham baquvvat turibdi. Bu ferma ancha-muncha narsani hal qilib yuborsa kerak o'zi. Ichiga keyin zich qilib to'qilgan ekan, Rossiya puxta xullas. Bemalol mana shu narsaga o'tsalang bo'laveradi. Buni hali uy qurayotganlarga nima deysiz? Uy qurishni tavsiya beramiz aka uni. Hozir uy qurayotgan taxtadan qilib ancha arzon tushadi aka bu. Ham chirimaydi. Turaveradi. Yog'ochdan. 50-100 yil turaveradi bu temir degani. Molxona uzuni necha metrgacha bo'ladi, stoykasiz? 5 stoyka 25 metrdan 30 metrgacha. 30 metrgacha bo'ladi stoykasiz. Stoykasiz. Bu misol katta stadionlarni ham qilsa bo'lar ekanda. Katta stadionlar bemalol. Stadion, to'yxona, katta molxona haqiqatda zo'r, teplitsa, o'shanaqa narsalar, katta novostroykalar, tomi bemalol telefon qilaverasizlar akamizga, xudo xolasa. Biz orqali siqalang, skidka ham qilib bersalar kerak. Pastga raqam qoldiryapti, sog' bo'linglar.